Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti To'rtko'l fakultetida o'qituvchi Xosiyat Yaxshimurotova tashabbusi bilan vatanparvarlik ruhida talaba yoshlarni tarbiyalash, ularning vatanga bo'lgan muhabbatini yanada oshirish maqsadida Yurtim madh etayin seni kuyimda nomli kuy va qo'shiq tanlovi tashkil etildi. Tanlovda jami 6 nafar ishtirokchi o'z ijro va mahoratlarini namoyish etishdi. Har bir ishtirokchi o'zining kuy va qo'shiqlari orqali tanlovga o'zgacha fayz va joziba bag'ishladi. Ishtirokchilar o'zlarining kuylarida vatan, milliy qadriyatlar va muhabbatni ifodalashga harakat qilishdi. Tanlovda ijro etilgan qo'shiqlar va kuylar nafaqat musiqiy jihatdan, balki ma'naviy va hissiy jihatdan ham tomoshabinlarga chuqur ta'sir ko'rsatdi. Tanlov g'olibi fakultetning birinchi bosqich talabasi Isomaddin Xurramov bo'ldi. Uning ifodalagan kuy va qo'shiqlari tanlovni o'zgacha tarzda bezab, tomoshabinlarga vatanga bo'lgan muhabbatni yana bir bor his ettirishga muvaffaq bo'ldi. Isomaddin o'zining ijrosi orqali nafaqat musiqaning go'zalligini, balki o'zining chuqur fikrlashini va yurtiga bo'lgan sadoqatini namoyish etdi. Uning qo'shiqlari va kuylarida o'zbek xalqining boy madaniy merosi, vatanga muhabbat va milliy g'urur to'liq aks etdi. Tanlov nafaqat talabalar uchun ijodiy platforma yaratdi, balki ular orasida vatanparvarlik va milliy madaniyatni yuksaltirishga katta hissa qo'shdi. Tanlov davomida o'quvchilar vatanga bo'lgan muhabbatni va o'zligini ifodalashni, shuningdek, san'at orqali o'z fikrlarini erkin ifoda etishni o'rgandilar. Yurtim madh etayin seni kuyimda nomli tanlov talabalarga o'z iqtidorlarini namoyish qilish, vatanga bo'lgan sadoqatni musiqa orqali ifodalash va milliy madaniyatni yuksaltirish imkonini berdi. Tanlov barcha ishtirokchilarga katta ilhom bag'ishlab, ularni san'at va musiqa orqali kelajakda o'zlarini yanada yuqori cho'qqilarga erishish uchun ilhomlantirdi. Bugungi tadbirimizni o'tkazishimizdan maqsad mana yurtimizga bahor faslini kirib kelishi munosabati bilan yurtimizning ko'p jabhalarida tadbirlar o'tkazilyapti. Shu munosabat bilan bizning Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining To'rtko'l fakultetida ham talabalar o'rtasida Yurtim seni madhilay kuyimda degan ko'rik tanlov o'tkazdik. O'ylaymizki, bunday tadbirlar fakultetimizda yana ko'plab bo'ladi degan niyatdamiz. Bu kabi tadbirlar shubhasiz yoshlarni jamiyatning faol va mas'uliyatli a'zolari sifatida tarbiyalashda katta ahamiyatga ega. Yurtim madh etayin seni kuyimda nomli tanlovning asosiy maqsadi yoshlarning o'z vataniga bo'lgan muhabbatini musiqa va san'at orqali ifodalash edi. Tanlov talabalarga o'zlarining iqtidorlarini namoyish qilish, vatanparvarlik g'oyalarini qo'llab-quvvatlash va musiqa san'ati orqali milliy madaniyatni yuksaltirish imkoniyatini yaratdi.